Assalomu alaykum barchaga. Katta odam kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Ark Survival Ascended o'yinida qolgan joyimizdan davom etamiz. O'yinga kirganimga ancha bo'ldi. To'g'riroq kirmaganimga ancha bo'ldi. Shuning uchun bir eslab olamiz, qayerda qolganmiz, nima qilganmiz. Kelgan o'rtoqlarman ba'zi bir modlarni olib tashladim. Iloji boricha oddiy Ark o'ynashga harakat qilyapman. Shuning uchun ana u alfa modlari, odamni modlari, mana shunaqa narsalar olib tashladim mayda-chuyda. Hatto mayda craftlagan narsalarimiz ham ba'zilari yo'q bo'lib qolibdi. Shit, muhim narsalarimiz yo'q qolmagan bo'lsa bo'ldi. Bu nima bu? Mantislarimiz turibdi. Alfa hayvonlarimiz yo'q. Alfa hayvonlarimiz oddiy hayvonga o'rganib qolgan, o'rganib deyman, aylanib qolgan. Automated Ark degan nimamiz bor, joyda turibdi. Demak, men bir eslab olaman. O'yinga anchadan beri endi kiryapman. Bu achiydigan narsalarimiz. Demak, bizda o'tgan safar agar to'g'ri eslayotgan bo'lsam, texnologik rivojlanish qilishga harakat qilayotgandik. Menimcha shuni davom ettiramiz. Shuni davom ettirishimiz kerak. Mana sizlar yo'qotib olsa bo'ladimi? Bunday qilib ishlab qo'ysak, birozdan keyin hozir yo'q bo'ladi bu. Biz bir yaxshiroq zirh kiyib olaylik. Biz zirhlarimiz ham dabdala-ku. Bu yaxshi. Bu yomon. Buni bir tuzatib olishimiz kerak. Bu qayerda tuzatiladi? Smithy'dami? Smithy ish stolida ekan. Hop, tuzatib olaylik. Nimaga modlarni olib tashladingiz deb so'raganlar bo'lsa, sababi Fiber Silk yana nima? Olib tashlashim sababi o'yin bug berib yubordi, kirmadi o'yinga, o'yinni tashlab yubordi. Oxiri dedim. Bularni qachon o'yinni tuzatishini kutsam, men o'yin o'ynay olmay qolaman dedim-da. Endi yana uncha keraksiz modlarni olib tashlagan holatda yana o'yinga kiryapmiz. Aslida o'yinga kira olmayotganim sababi o'yinda buzilib qolganligi edi. Qarasam tuzatishmadi. Endi o'zim shu keraksiz emas, ko'p mod olib tashladim. Oddiy Ark. Ba'zi bir ayrim narsalargina bor xolos, qo'shimcha, lekin aslida oddiy Ark. Yana qanaqa zirhlarimiz bor? Bu yerda zirh bormi? Bitta o'zi zirh nima qiladi? Menga ham kerak emas bu yerga. Bari narsalarimiz mana bu yerda edi. Damashga qo'yaylik. Kelgan bitta yangi mod bor edi, adashmasam. Menga ham kerak emas. Mana bu degan go'sht qo'yamiz bu yoqqa. Hop, modimizda nomi nima edi? Esimdan chiqib qoldi. Noqsak. Ark bir narsa degan edi-da. Architect Structure, bu qurilishdagi Architect Structure Remastered ikkitami? Otini eslay olmadim modimizda. Xullas bitta mod bor edi-da. Bu emas. 8 ta ochkomiz bor. Mana bunaqangi mod qo'shib qo'yganman, yengil. Necha ochko nimaga berganimni ko'rsatib turadi. Mana 20 ta ochko jonga berganman. 10 ta staminaga. 11 ta melee. Meleega beryapti-degan. 11 ta melee, shuni oshiramiz. 175, 80, 90, 95. Ana shunday. Imprint potion, mana buni rasmi hali ham chiqmabdi. Stylist table, buni ham rasmi chiqmadi. Ba'zi narsalarda rasm ishlamayapti. O'sha mana awesome spyglass, buni ham rasm yo'q. Xullas o'rtoqlar, juda bug ko'p. Shuning uchun o'yinga kira olmayotgandim. Davom etamiz. Bo'lmasa bizga nima kerak bizga? Bizga shu hayvonlarni tita beradigan bitta apparat bor edi, biogrinder degan. Buni yasashimiz kerak bo'ladi. Qani men bitta yasasa bo'larmikan? Biogrinder, mana bu narsani yasashimiz kerak. Sement 440 ta, polymer 240 ta. Sement
polimer 200 demak polimerda harakatini qilaveraylik. Mana bu yerda polimer bo'lsa kerak. 208 ta bor ekan. Demak, hozir mana bu mantislarimizni yana ochiramiz. Senlar buni unsort qilgin. Mana shunday o'tirsin. Mana 3 ta, bitta erkak, ikkita urg'ochi bor ekan mantisimiz. Qani? Bular bolalayib turadi. Mana shunday. Hamma passiv holatda iltimos, birov-birovga hujum qilmasin. Qani? Ana. Uje haydayapsizlarmi? Menimcha ishlamayapti. Qani, yoqish kerakmi buni? Yo'q, o'zi yoqib ekan. Menimcha vaqt kerak, sal o'zlariga kelib olgani. Bu zo'r hayvon bu. Mana bu erkagimda nimasi levelini ko'raylikchi, necha ekan erkakda. Agar yaxshi bo'lsa shuni chiqib bir aylanaylik. 134. Yo, to'xta, mana bu erkakdichi. 109. Va shuni olaylik. Sal kuchliroq. Mana bu 134 ni o'sha chatishtirishga qo'yaylik. Bular faqat menga o'sha polimer kerak xolos bulardan. Qani? Menimcha endi boshlashdi yo'q. Mana bu erkagi nima edi ekanda? Ana. Qani mantisni egarini yasaylik. Mana. Mantis saddle bu nima bu? Bu manta, yo'q, bizga mantis. Qani mantisni minib ko'ramiz. Ajoyib hayvon. Qani hayvonimizni chiqaramiz, shunday qilib egarini qo'yamiz. Ana. Bu turgan joyida aylanaverar ekan. Qani qulayligini qani buni. Bu suv ichida buni yurib parazavr yurtgan. Qani mishkan buryapman, aylanyapti. Men ustida tikka turibman, ha? Men yaxshi nima kiyib olmoqchi edim aytgancha, zirh kiyib olmoqchi edim. Qani nimalar bor? Javohirli narsalar ham yo'q-da. Mana bu qo'l qopni kiysa bo'ladi, kuchli. Ishton kerak bizga. Oyoq kiyim, mana bu ham kuchli ekan, prosta issiq bo'lib ketyapti-da. Kiyib olgan kiyimlarimiz issiq bo'lib ketyapti. Yo'q, oyoq kiyimiz o'zi yomon. Bunchalik emas, lekin mana yaxshi, bu cho'ldi kiyimi. Bosh kiyim bilan oyoq kiyim. Cho'l kiyimi, ha? Cho'l, bosh kiyim, oyoq kiyim. Armor, desert, bosh kiyim, mana ishton mana, bosh kiyim. Bosh kiyim tortamiz. Mana yangi mod qo'shgan murtoli va bunaqalar esinglarda bo'lsa hata buzilib qolyapti turadi. Mana nima tortadiganlar. Mana local pool, yo mana pool cost qilamiz. Past nimadir bo'lyapti. Voy! Sekin. Mantislarimizni bolachalarini nima qilishyapti? O'zlarining bolalarini o'zlari o'ldirishyapti. Bu yaramaslar. To'xta. Shoshmasan ham. Shoshmanglar. Qani ikkalasi ham urg'ochi, bu kakras. Kakras, agressivda qolgan ekanda. Erkak bor-ku, agressivda qolgan ekan. Shuning uchun tug'ilishi bilan o'sha begona hayvonligi uchun urib tashlayapti. Hatto o'ldiribdi ham, 3 ta ochibdi. Tushunarli. Bittasidan egizak chiqqan. Bittasi bitta tuqqan. Qani 14 ta. Bittasidan 14 ta polimer chiqyapti. Ajoyib, mana bular qo'yamiz. Mana bu bolachalarni ham qo'yamiz. Bular katta bo'laversin. O'zi отдельный joy qilishim kerak turchini. Bu ochirishga bo'lmaydi-da, bat. Qani? Bu ham bolalardan bittasi 209, imprint 0. Demak, imprint potion degan narsa bor. Imprint qilib beradigan ichimlik bor. Ana o'shani yasasak bo'ladimi ko'raychi? Imprint. Mana rasm yo'q, afsuski.
Sitronal yetishmayapti deydi. Qani? Iya. Mana nima yo'q o'rtoqlar. Mana yo'qib qolgan narsalardan bittasi ferma. Yo'qib qolgan narsalardan bittasi ferma. Mana bitta fermamiz bor edi, esinglarmi? Mana shu ham yo'qib qolibdi. Yaxshi bo'lmabdi. Juda mehnatimiz ketgan ittatga. Mayli, bo'lmasa fermani qaytadan qilamiz, iloji yo'q. Men nima yasayotgandim? Men zirhlarim qani? Xo'p, mana olishishdan chiqib bo'ladi. Shundoq qilsak, ana bo'laveradi, ha? Yaxshi. Mana bu hayvonimizni endi minib ko'ramiz. Afsuski chicha kuchaytirmadi-da, buni imprint qilishimiz kerak edi. Mayli. Hozir bir test drive deydi-yu, test qilib ko'ramiz. Mana hayvonimizni mishkani chap tarafi shunchaki urish, mana qo'li bilan uradi, ha? Mana. Wow. Mishkani o'ng tarafi hech narsa qilmaydi. Probel. Mishkani o'ng tarafi bosib turar ekan. Bosib tursak sakrar ekan. Ana. Hop, qani? Yig'yapti. Fiber yig'yapti nimagadir? Fiberda mana bulardan yig'yapti ekan. Mana bu o'tlardan yig'yapti ekan. O, mana o't yig'adi demak. Zo'r hayvon ekan. Hop, daraxt turib ko'raylikchi. Suvda dabdala ekan, lekin yurish tez. Qotma o'yin. Hech narsa yig'mayapti, daraxtda ham yig'mayapti. Qarang endi. Mana buni qo'liga berib qo'ysak, ana. Mana. Ko'ryapsizmi? Boltalar ushlab oladi. Ana endi daraxt yig'adi-da bu. Ana 100 ta. Ana 280 bitta ikkita daraxtda. Vazniga berishimiz kerak ekan buni. 1000 qilib qo'ydik qani. Zo'r ekan. Kakras daraxt muammo bo'lyapti turadi bizda. Mana ozgina daraxt yig'aylikchi. Mana shu yerlar qirtpashaylik. Qarang. Mana 200 ta. 500 ta. Wow. Ana daraxt. Boshqa nimaga qurol bersangiz, shu bilan yig'adi. Masalan, buni joyiga qo'yaylik. Otib edi xolos, otadigan qurol emas. Mana, bunday qilamiz. Mana endi kirka. Mana o'rtoqlar. Kirka bilan. Mana Yahyojon, mana bu dinozavrni taniysizmi? Qarang. Ko'ryapsizmi dinozavrni? Bu nimaga o'xshaydi bu? Qarang, mana kitlarda o'mroqlari bor. Mana. Beshik tevratar bu, ko'ryapsizmi? Dahshat. Mana. Ana. Endi tosh yig'sa bo'ladi bu bilan o'rtoqlar. Ana. Toshmasa anaqa cho'kir tosh, ha? Cho'kir tosh yig'yapmiz. Ana. Wow, yorib qo'ydi yig'ishda, rostdan zo'r yig'yapti. Ankilochalik emas, lekin yaxshigina yig'yapti. Hop. Menimcha bu hayvon menga shu daraxt yiqqani kerak bo'ladi. Ozgina daraxt yig'aman mana shu yerda qani. O'zi ancha bo'lib qolgandir, 3000-4000 bo'lsa yetadi. 1384 ta. Ozgina yana yig'amiz. 5000 taga yaqin o'tin yetadi. Mana uyimizga mana qaytamiz. O'zi bitta stream qilsam bo'lar ekan o'rtoqlar. Chunki davay chiq. Qurilish qorar deydi. Qurilish qorar deydi, zo'r bo'lar. Xudo xolasa erta-perta iftordan oldin iftorgacha bir stream qilamiz. Yaxshi. Qulay, ajoyib, ha? Mana yana bolachalari ko'rsin.
Yana tug'ib tashlabdim. Vashshe tez tug'ishyapti bular. Oh my god. Bularga hozir urib qo'ygan yo'q qo'ysan, chunki g'irt begona-da bu. Yana bir passivni bosib qo'yaylik. Passiv hamma. Bular erkak ekan. Mana bu urg'ochi, mana bu erkak. Mana olib qo'ysa bo'ladi, kerak emas. Bitta bitta bormi? Cho'ta bitta ikkitami? Yo'q, prosta sal pol tagiga kirib qolibdi. Qani bularga katta joy qilmasak bo'lmaydi-da, umuman. Ne to'da bat. Men voy qo'rqib ketdim, serios qo'rqib ketdim. Oldimga qarab yurib kelishini qani mana bu narsani. O'yinga anchadan beri kirmaganim bilanyapti. Kecha boqqa. Qarang. Qoch endi ko'rding. Mana shu narsa hayotda kelib qolsa basharangizga qarab. Yengil suyug'idan berib qo'yaverasiz-da. Ishtonni nimasidan, qirg'og'idan. Hop. Bu hayvonimizni ham olib qo'yaveraylik. Bu ham bizni hozir asosiy nimamiz bo'ldi. Tamam, hayvonni batga qo'yaveramiz. Hop. Bular endi to'xtatib turaverasizlarmikan, ha? Iltimos. Bu tuxum tug'yaptimi? Men tushunmayapman. Yo'q, tuxum tug'yapti, sirasi ochib chiqyapti. O, konditsionerimiz bor-da. Hop, davay. Mana bu tuxum emas-da, boshqacha narsa ekan. Qanday tuxumni qarang. Mana, wow, inkubatsiya вообще tez ekan. Tirs chiqdi. Hop, sekin urib yorma. Urg'ochimi? Urg'och ekan. Hop, kerak bizga urg'och. Mantis ferma qilamiz qat'iyatir, o'rtoqlar. Mantis ferma qilamiz. U quramiz, katta bitta bino quramiz shunga. Hop, iltimos, tug'ishni bas qiling. Mana orqamdan yur. To'ta, men bu yoqdan. O'zingni bos. Boshqa tug'manglar, iltimos. Bitta erkak bormi-ku? O'rtadagi erkakmi? Tagman chig'ishtirib qo'yaveraylik. To'xta, bir ikkitasini qatl qilaylik, a. Bir ikkitasini qatl qilaylik, chunki menga nima kerak? Biogrinder yasashim kerak-ku. Mana bu ham ochib chiqadi hozir. Qani men bilan ursam bo'ladimi? Chiqadi hozir. Qochdi. Voy, men kirka bilan olmoqchi edim. Bu bilan olmoqchi emas edim. Uzr ukan, men sana anaqa kerak menga. Qani bolta. Bolta mana bu mantisda qolib ketdi, matdagi bitta mantisda. Yoki bolta qani? Mana bunda, bolta mana bunda. Mana. Mana bolta. Buni yasaymiz. Bu material yetarli ekan. Menimcha tepaga qo'ysa bo'ladi. Qani? Wow, kattami вообще? Sig'mayapti bu yerga. Juda katta ekan bu. Bunga boshqa joy yasashimiz kerak. Обязательно. Hop, keyin safar qo'yib ishlatamiz buni. Chunki buni joy qilsak ekan. Shu nariga tarafga o'tib ketsa ham bo'ladi. Yoki umuman boshqa joyga boshqa baza qurib yuborsa ham bo'ladi. Hop. Buni ehtiyot qilib qo'yaveraylik, batga qo'ymayman deb to'xta tashqariga qo'ysa bo'ladimi? Mana bitga bo'lsa endi. Qani, yo'q, обязательно anaqaga biror nimani ustiga qo'yish kerak. Qani bir fundament bo'lsa olaylik. Qani shuni ustiga qo'yib ko'ramiz. Bo'lar ekan. Faqat sal nariroqqa. Qani? O'zi tok ham bor menimcha, ishlasa bo'lardi. Power deb qo'ydi, tok bor. Mana bu
maydalab tashlaydi uncha hayvonni. Davay mantislarda sinab ko'ramiz. Qani bu yoqqa kelsinchi. Qani tuxum pastga tushadigan qilib qo'yishimiz kerakmi? Yo katta mantislarni ichiga tashlashimiz kerak. Nechta mantisimiz bor? Как раз mana erkaklarni mana bittasi, mana ikkitasi. Qani? Alvido. Afsus. Ket. Ataga 8 ta. Nimaga? Qo'lda olsak ko'p beryapti ekan demak. Wow, men xavfsizlanib bo'ldi. Yaxshiroq narsa chiqadi deb o'yladim. Ko'proq chiqadi deb o'yladim. Xolodilnik yasasak bo'ladimi? Polimer 25 ta. Qani? Polimer yetishmayapti ekan. Hop, qani yana boshqa hayvonlarda ham bir chopib ko'rmoqchiman men. Masalan, nima ortiqcha? Sherlarimiz 149, 217, 217 demak mana buni yo'qotsak bo'ladi. 288 uni yo'qota olmaymiz. Ankilolar ham ko'p ekan. 181, 145 mana buni ham yo'qotsak bo'ladi. Dodek o'zi bitta erkak, u yo'qotmaymiz uni. Mana buchi 182 erkak. 217 mana bu ham kerak emas. Bular Mavinglarimiz. Afsuski Mavingni ham olib tashladim modlar orasidan. Hop, yana nima ortiqcha? Boshqa ortiqcha hayvonimiz yo'q. Mana shularni bir yo'qotib ko'raylikchi. Sabertooth. Ankilo. Wow, chiroyligina. Qomat shekilli o'zi 3 tamidi? 3 ta. Uzr bolalar. Ay, ichim achyapti. Mana buni kutayotgandim-da. Kibble chiqyapti, ko'rasizmi? 8 ta kibble chiqdi. Menimcha sherlardan chiqdi-yo. Qolgan narsalar ham sal-pal ozmozdan chiqyapti. Lekin resurscha zo'r bermayapti-da. Hop, ana shu kibble eng muhimi hayvonlar o'rgatishga. Mana o'rtoqlar, mana bu mod qo'shgandim. Arkomatic degan. Arkomatic zilzilada narsa yig'uvchi degan apparat. Mana bu o'q craftlaydigan. Bu baker deya wood baker, o'tinni charcoalga aylantirib beradi. Go'sht achitib beradi. Arkomatic workbench, tuxum yig'adigan, poq yig'adigan, kristal, gachani kristalni yig'adigan va muzlatgichi bor ekan. Lekin qimmat ekan, arzon emas. 50 ta polimer, 25 ta elektronika, 200 ta metal, 50 ta kristal. Mana bu Vault bor ekan, demak narsa qo'yadigan storage sistemasi, forge, terrarium degan narsa bor ekan. Hammasiga bir xilmi? Nimasi? Bir xil emas. Mana bular ham shu 50 ta, 25 ta. Bu nima? Composed crafter, multi cooker. Ko'p narsa bor. Ko'p narsa emas, lekin bor ekan. Qani bo'lmasa mana bu Arkomatic workbench shuni craftlay olamizmi? O'zimning inventarimda o'zi kerak. Arko. Mana craftladik. Inventar. Hamma yoq tartibsiz bo'lib ketdi. Menga dumaloq baza yoqmadi o'rtoqlar. Mana chiroyli ekan, emas chiroyli ekancha ko'p narsamiz ham mana bular bor. Bizga mana shu narsa rosa kerak. 100 ta polimer deydi. Bitta voltga 100 ta polimer. Aytdim-ku, men endi boshladik o'yinda, hali ko'p narsa qilishimiz kerak. Demak, men hozir o'yladim. Fermani yo'lga qo'yishimiz kerak. Отдельно bitta ferma, o'sha issiqxona qilishimiz kerak, ferma joy qilishimiz kerak. Keyin polimer bilan sementni
ko'paytirishda yo'lini qidirishimiz kerak. Iloji bo'lsa o'sha nima deydi? Polimer bilan sementni avtomatlashtirib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa yurmaydi bu ish. Sekinlab ketamiz. Hop. Demak, alfa qushimiz bor edi, sizlarda bo'lsa mana. Alfa emas, endi oddiy Argentavis holatida. Mana. Sekin bir Rex o'rgatishga harakat qilaverishimiz kerak. Bossga borib kelgani, yengil-yengil bosslar uraveramiz. Mashlarda qaysi tarafda edi? Mana bu tarafda. Rex chiqadi. Bir Rexni ko'raylikmi? Ko'raylik qanaqa Rexlar bor. Argentavis level 190, demak boshqa arji o'rgatishimiz kerak, kuchliroq. Mana bu yerda quti bor ekan. Buni olib qo'ymaymiz, keyin olamiz. Bu boshqa levelni zo'r beradi. Rosa kerakli hayvonimiz bilan beramiz. Yomg'ir yog'ardi. Hali ham lekin droplarda leveli yaxshi. Shuning uchun drop yig'sak bo'ladi. Nari yoqda ham bitta ko'k drop ko'rgandek bo'ldim. Yo'q, qoldimi? Hop, qani olaylikchi. Rex ko'raylikchi, leveli yaxshi Rex bo'lsa o'rgatishga harakat qilamiz. Mana buni olamiz. Qolgan narsalar deyarli musor. RG'da ham o'zi 11 ta level bor. Hop, joni 8100. Shu jonini 10 mingga ko'tarib qo'ysak 10 ming bo'ldi. Vaznini ham bir 1000 ga bo'ldi. Zarbasi qolgan, to'g'rimi? Zarbaga beramiz. Sal-pal jang qiladigan bo'lish kerak edi. Rex o'rgatmasak bo'lmaydi, sababi o'tgan safar modlarimiz ichida alfalar bor edi. Alfa bu kuchli deganida, o'ta kuchli. Hozir men alfalar olib tashladim. Endi oddiy ark modsiz unaqangi juda kuchli emas. Oddiy o'zimiz boshqa kuchli hayvon topishimiz kerak. Kuchli hayvon bu Rexda. O'sha ko'ryapman bitta. Voy, nima olib kelmayapman. Ko'z oynak durben deydimi, ha? Durben olib kelmayapman. Hop, yoniga yaqinlashamiz. Yaqinlashib ko'rib qo'yamiz. Bitta Rex bor mana. Qanday? To'g'ri, 150-level bo'ldi. 75. Unchalik emas. O'ldirib olamiz 75 ni. Ular o'ldiramizki, keyin boshqalari chiqadi. Shunimiz ham ancha nimjon, unaqa kuchli emas. Atiga 168 uryapti. Tagida bolasi ham bormi? Yo'q, noto'g'ri ko'rdimmi? Oldimga kel. Hoppana. Yes. Suvga tushib ketma. Lekin odatda mana shu yerda ikkita Rex yuradi. Ko'pincha. Ba'zan bitta yuradi. Ko'pincha ikkita yuradi. Mana shularda ham bo'ladi. Beriroqda qarash kerak. Qani? Bu yoqda yo'q. Sal bu yoqqa qo'chaylikchi. Yomg'ir yoqqanda yaltirlab ketgani qarang hamma narsani. Mana aytdim-ku, mana yana bitta Rex yuribdi. O'ldirib yuraveramiz-da. Uni o'ldiramiz, buni o'ldiramiz. Oxiri bitta kuchli Rex chiqadi. O'shani o'rgatib olamiz keyin. Yigirma 30 ekan, 30. Sen baqirguncha men seni o'ldirib bo'laman-ku. Ko'ryapsizlarmi? Unchalik kuchli emas, sal mehnat qilishimiz kerak. O'ldirgan ham oldingi alfalarda bir 2 marta tishlab o'ldirib qo'yayotgandi. Yana. Endi renderdan chiqish kerak. Renderdan chiqish degani o'sha uzoqlashish kerak edi. Mana shu keyin mana shu hudud bitta yangilab oladi. O'sha hayvon qayta nima bo'laveradi? Qayta paydo bo'laveradi. Nariroq qo'ychi bor, yana qaytib kelaveraman. Va yana ko'ryapsizmi, mana yana bitta Rex chiqdi. Azimatni o'ldirdik-ku, shuni o'rniga chiqdi bu точный. Javob. Iltimos, qani bitta level yaxshiroq olsin. Umuman chiroyli ekan, taylari ko'k, ha? 115. Yomon emas, ha? Faqat unchalik emas, men xohlaganda emas. Men kuchliroqni xohlagandim. Buni ham o'ldiramiz. Shuni qo'n. Mana narsalar kerak. Mana nimani oldim hozir men?
Biraz kerak. Ham kerak. Hop, staminamiz to'ldi, ketdi. Buni ham o'ldirib yuboramiz. Qani jiyan. Chiroyli ekansan, lekin leveling az bo'lmasa kerak. Menga 145 kamida. Kamida 145. Solinglar chiya bo'rlar. Chiya bo'rlar ham tashlashyapti menga. Menga tashlash bo'ryapti. Chiroyli Rex ekan rostdan. Davay go'shtni ol, hozir chiya bo'rlar yeb ketadi. Hatta ilon ham bor ekan bitta jangda. Ilon ham o'lib ketdi. Qani level? Etipani boshqa RG ham o'rgatishimiz kerak, sal kuchliroq. 150-level RG'larni o'rgatish kerak. Qani endi yana bir borib ko'raylik, nariroqqa paydo bo'ldimi yo'qmi? Shu o'rtoqlar men o'zi ro'yxat qilib qo'ysam bo'lar ekan birorta qog'ozga. Ferma qiladigan ishlarimiz. Ferma. Polymer, sement, keyin kuchli RG, kuchli Rex. Do'stlarim yana bitta chiqdi. Qandaydir qorong'uroq yomg'ir bo'lgani uchun. Qani kela qol. Ham level baland, ham rangi chiroyli bo'lsa, shu zo'r bo'ladi. Rangi bo'laveradi. Ha? Level 65. Yo. Ha, rozi emasman, 65 ga ko'na olmayman, uzr. Chiqadi. Yarim soatcha sarflasam menimcha chiqadi. Kuchli topaman ikkita. Turg'ochib erkak. Mana bu hozir inventarni ko'rsatib sizlarga. Mana bu narsani mod deb o'ylabman. Mod emas ekan, bu arkni o'zi qo'shib kerak. Qanadir suyaklar. Nima qilishni ham bilmayman. Nima ishlatadi o'zi? Mana yana bitta T-Rex chiqdi. Wow, tinmasdan chiqyapti. Iltimos 145. 150 bo'lsa, u undan ham zo'r. Bu rangi buniki ham emas. Level baland shekilli. 105 ya unchalik emas. Kela qolgan. Afsus, menga yaramaysan. Super RG yaratishim kerak edimi? 500 uradigan RG yaratishim kerak. Qanaqadir effektlar beryaptimi, ha? Menimcha Rex bizga effekt beryapti. Endi bu yoqqa. Bu yoqdan bu yoqqa borib kelaveraman shekilli emasdi. Bo'ri bilan bitta terror qushi yur. Mana yana chiqdi. Qani tinmasdan chiqyapti. Qo'y. Leveli iltimos menga level bu ham 105 115. Yo. Lekin yaqinlashyapmiz, yomon emas. Qani bo'la qol toychoq. Yur endi xafa bo'lmaysan. Yaxshi Rexsan 115 bu yaxshi level. Lekin meni arzmaysan. Bitta ochko. Jonimiz ham уже 6000. Zarbaga beraylik. Menimcha Rexdan ham oldin birinchi o'rinda yaxshi bitta Argent Davis topishimiz kerak. Ben ketdim, uyga ucho'ray. Argent Davis harakatini qilay. Birorta stream qilishim kerak ekan. Streamda baza qurib yuboramiz. Baza ham bo'lmaydi, bir kengroq. Stream ham shart emas. Ko'proq resurs to'plasam, asosan vaqt shunga kiradi. Resurs to'plash, keyin birorta joyga tekis menga bitta tekis platforma bo'lsa bo'ldi, unaqa bir vahimali uy qurishim shart emas. Katta tekis platforma, yorug' kerak, yorug' bo'lish kerak. Shu keyin qarab ketaylik Rexon. Keyin shu nima qilaveramiz? Bemalol keyin uni bolalatasizmi, uni hamma narsaga yer yetadi-da, joy yetadi. Ba xaritani chiroyligini qarang. Shay zo'r xaritada bu. Men yana arka o'ynashni boshlaymiz o'rtoqlar. Tez chiqib turadi.
Ko'p bo'lmasa ham, lekin bir haftada bir 3 marta harakat qilaman. Hozir esa ishlarim ko'paygan payti. Shuning uchun ko'p yurmaysizlar. Sariq bor ekan. Bulutlar qarang, nima kelyapti shekilli, o'sha to'fon kelyapti shekilli. Sekin yengil uyga kirib ketaveraylik. O'rtoqlar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Xudo xolasa yana keyingi bo'limlarda ko'rishamiz. Keyingi bo'lim inshaalloh yaxshi ikkita argenteus o'rgatamiz. Mushni erkak ayol, erkak urg'ochisidan kuchlisdan o'rgatib turib, qilib ko'paytirib yuboramiz. Keyin Rexga harakat. Buguncha shu. Kuningiz yaxshi o'tsin. Yaxshi iftor bo'linglar.